O'tgan yildan boshlab Prezidentimiz qarorlari asosida va tarjimashunoslik, turizm, xorijiy tillarni o'rganish sohalariga qaratilgan barcha hujjatlarni inobatga olgan holda yangi kafedra tashkil etildi. Yozma va og'zaki tarjima tadqiqotlari kafedrasida o'z sohasining yuqori malakali, tajribali mutaxassislari faoliyat olib bormoqda. Bugungi kunda kafedramizda faoliyat yuritayotgan mutaxassislar nafaqat ingliz, koreys va xitoy tillari bo'yicha xalqaro sertifikatlarga ega, balki o'z sohasida yetuk tajribaga ham ega hisoblanishadi. Kafedrada 3 ta ingliz, koreys va xitoy tili bo'yicha tarjimashunoslik yo'nalishlarida ta'lim olib borilmoqda. Faxr bilan aytish mumkinki, dastlab kafedra faoliyati kam sonli 200 nafar talaba bilan boshlangan edi. Bugun esa 1,5 yil ichida talabalar soni 550 nafarga yetdi. Hozirgi kunda birinchi va ikkinchi bosqich talabalari to'liq ravishda bizning kafedra guruhlarini tashkil etmoqda. Talabalarimiz ta'limni to'liq ingliz tilida olishmoqda. Shuni ham aytib o'tishim lozim, xorijiy tillarning globallashuvi, shuningdek, xitoy tilini o'rganishga bo'lgan ehtiyojni inobatga olgan holda o'tgan yildan boshlab xitoy, ingliz va boshqa tillar bo'yicha tarjimonlik yo'nalishidagi kurslar tizimi joriy etildi. Joriy yilda esa yana Prezidentimizning qarorlari hamda rektorimiz tashabbusi bilan xitoy tilini o'rganish bo'yicha 8 oylik o'quv kurslari tizimi tashkil etildi. Ushbu kurslarda xitoy tili mutaxassislari, jumladan yozma, og'zaki, sinxron tarjima yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlanmoqda. Направлению гид-переводчик, письменный переводчик, а также устный переводчик.